Bugungi kunda ertaga kech yo'lovchilarimiz uchun ko'rib turganingizdek Toshshahar Transport aksiyadorlik jamiyati tomonidan avtobuslar harakati yo'lga qo'yilgan. Hozir 19:25 kechki paytdagi avtobuslarning yurish qatnovi oraliq masofasi haqida kengroq ma'lumot olish uchun fuqarolarimizning fikrlarini tinglashga qaror qildik. Работа на 93-м, да. Сколько вы ждали вот сейчас? Час пик. Минут, наверное, 6. Наверное, минут 6 ждали. Знаете, утром тоже ждать совершенно недолго. Oldin ancha kutardim lekin hozir yangi avtobus yaxshi yuribdi. 10 minut, 8 minut. Нет, совсем немного. Минут, да, самое больше 10 минут. Hozir kam, уже kelganimiz bor ekan. Приминус. Приминус. Uncha kutmayapmiz lekin yurishi yaxshi, tez 20 minutda boramizda o'sha joyga. Утром и вечером. Минут 10, не больше. Yo'q, kutmadik, vaqtida keldi. 2 minut oralig'ida kelaveradi. 15 минут я. На автобусе даже быстрее, чем на такси доезжается. Быстрее, чем на такси доезжается. Deyarli kutganim yo'q, chunki o'sha vaqtini ko'rib, предложениyadan ko'rib chiqdim. Ajoyib. Ajoyib. Yo'q, tiqilinch emas. Endi soni ko'paygani, sifati oshgani sezilib turibdi transportda. Sifati oshgani sezilib turibdi jamoat transportida. Endi alohida yo'lak bo'lgani ham tezroq yetib olish sababi. Shuning uchun juda ham o'z avtobuslar juda ham yaxshi ko'raman. Qulay. Oilaviy ketganda ham ro'jaga borganimizda bexavotir xohlayman avtobusda yoki metroda yurishni farzandlarim bilan. Абсолютно не ждала. Очень быстро сейчас едет транспорт. Это очень стало удобно. Hozir 5 minutcha kutdim-da. 5 minut ham kutmadik. То, что табло повесили с ожиданием, ну, то есть уже понятно, сколько ждать. Звонок через 4 минуты вроде бы должен прийти. Мне кажется, знаете, в нем ехать как-то приятнее. Не так трясется, что ли. Потому что новый автобус все-таки новый. Unchalik siqilib ketmaydi. Qulay, bemalol konditsioner yoqiladi. Конечно, хорошо. Здесь кондиционер и достаточно вместительно. Мягко едет, не дергается, так что все в порядке. Yaxshi, qulay, o'sha eng birinchi tiqilinch emas. Hamma joydan bemalol chiqsa bo'ladi. Kartani uradigan joylari ham ko'p. Намного хорошо стало, комфортно, уютно, удобно, восхищение. Спасибо. Talabalar ko'p kutib qolmaydi, hamma sig'adi avtobusga. Очень удобно в этом плане, то, что зарядка быстро заряжает, что он гораздо больше мест, рабочие кондиционеры в жаркое время. O'tirish uchun ham mesdalar hammasi alohida, o'sha moslangan, masalan, homiladorlarga alohida yoki o'sha nogironlarga alohida o'tish qatnashda qulay. Endi elektrobuslar ham juda zo'r chiqqan, bundan tashqari keng, salqin, ichi ham tiqilinch ham bo'lmaydi uncha, sababi hajmi kattaligi uchun ko'p odamni oladi. Окна широкие. Еще нравится то, что стало очень удобно. Сиденья сами. Yangi avtobus qulay, asosan yukingiz bo'lsa yuk qo'yadigan joylari hammasi bor. Hozirgi tirbandli hamma ishdan qaytayotgan paytda avtobuslar ham mashinalar bilan birgalikda kelayotganda avbolaklarga o'tib olishi, bu tirbandlikdan tezda chiqib ketishi yo'lovchilarni ham o'z joylariga tez borishiga qulayligini yaratadi. Toshkentga ham 3 yil bo'lgan bo'lsa, 3 yildan oldinga ko'ra hozirgi elektr avtobuslar anchagina qulay. Konditsioner qo'shilgan. Hozir hamma qo'lda telefonda quvvatlab ketsa ham ba'zida agar quvvat bo'lsa, o'rindiqlari anchagina sifatli. Мне нравится то, что сейчас добавили удлинение к автобусу. То, что он стал гармошкой, как все говорят. Да. Свободно. Можно присесть, можно, да, свободно себя чувствовать. Yangi avtobus juda qulay. Siqilish turmaysiz oldingida. Qulayliklari yoqdi, katta odamlar bemalol o'tirib ketishyapti. Tiqilinchlarda qolmayapti. Oldin tiqilinchroq bo'lardi. O'zim mashinam bor, mashinada yurardim ko'proq. Hozir transportda yaxshi. Bemalol probka yo'q, tez yetib olamiz. O'zim mashinam bor, mashinada yurardim ko'proq. Hozir transportda bemalol probka yo'q, tez yetib olamiz. Bugun 4-may 2023-yil. Guvoh bo'lganingizdek, biz jamoat transportidagi tartib-qoidalar, ularning oraliq masofasi, intervallari haqida yetarlicha ma'lumot olish uchun yo'lovchilarimizga yuzlangan edik. Albatta, siz ularning fikrlarini ham tingladingiz.
Bu kabi ma'lumotlarni biz birinchilardan bo'lib Toshshahartransxizmat aksiyadorlik jamiyatining maxsus saytida berib boramiz. Salomat bo'ling.